وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz Allohga hamdlar bo'lsin. Mana Muallim Soniy kitobimizdagi harflarni o'rgandik, harakatlarni o'rgandik, mad harflarini o'rgandik, mad bil alif, mad bil vav, mad bil yani o'rgandik. Aliflar bo'lsa ham o'qilishlik harakatlarini, ikkita so'zlarni bir-biriga qo'shishni o'rgandik, uchta so'zlar bir-biriga qo'shishni o'rgandik. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mana biz o'tgan darsda sizlar bilan huruf muqattoatlarni ham o'rganib qo'ydik. Mana huruf muqattoatlarni ham o'rgandik. Ya'ni Qur'onimizdagi alif lam mim qanday o'qilinadi, alif lam mim sod qanday o'qilinishligini ham o'rgandik. Endi bugun inshaalloh mana kalimatlarni o'rganamiz. Mana sekin-sekin biz mana bir oy o'tib mana arab harflarini o'qishni o'rganib olyapmiz. Bir oy o'tib. Allohga shukr qilish kerak. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allohning Qur'onini o'qishlik sharafiga hammamiz, Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Qur'onni musulmonman deb tug'ilib hech qanday Qur'oni Karimni olib harflarini tanimagan odam mahrum odam. Musulmonman degan odam borki, albatta o'rganishlik kerak. Albatta o'zimizni tilimizni unutmaymiz. Bizni tilimiz Alloh taolo bizni o'zbek qilib yaratdi yoki tojik yoki qirg'iz qilib yaratdi. O'zimizni tilimizni hech unutmaymiz. Alloh chunki bizni shu bilan yaratdi. Lekin arab harflarini, xosatan arab harflarini tanishlik, Qur'onni o'qishlik, uni ma'nolarini o'rganishlik bizga vojib. Bu hech qanday qiyinchilikni tug'dirmaydi. Hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Albatta bizdan faqat harakat kerak. Harakat qilsak, Alloh taolo albatta bizga beradi. Albatta bizga beradi. Faqat harakat qilaylik. Mana kalimalarga ham keldik. Ya'ni iymon kalimalari. Kalimatu iymon, iymon kalimalari. Birinchisi birgalashib o'qiymiz. Kalimatun tayyiba. Kalimatun tayyiba. Tayyib kalima. Ya'ni toyib degan yaxshi degan, yaxshi so'z, chiroyli so'z. Nima bu? Aslida kalimatun toyiba kalimatu tavhid degani. Ya'ni tavhid Allohning yagonalash kalimasi degani. Allohning yakkalash kalimasi degani. Bunga dalil Ibrohim surasida keladi-ku. Alam taro kayfa daraballohu masalan kalimatan toyibatan kashajaratin toyiba. Mana Alloh taolo muborak kalimani, ya'ni tavhid kalimasini qanday zarba masal qilganiga qaramaysizmi deydi Rasulullohga. Alloh taolo qanday misol keltirdi? Qanday nimaga o'xshatdi buni? Alloh taolo buni kashajaratin toyiba, xuddi bir muborak, bir toyib bir daraxtga o'xshatdi. Asluha sabit, uni aslisi yerda sobit, va far'uha fis sama, uni shoxchalari esa osmonda. Mana la ilaha illalloh kalimasini Alloh taolo bir daraxtga o'xshatyapti. Biz musulmonmiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odamlarmiz. Alloh taolo bu muborak so'zni daraxtga o'xshatyapti. Biz ham shunday daraxt bo'lishligimiz kerak. Bizni bu muborak daraxt ancha-muncha shamol, bo'ronlarga uni aralab tashlasa ham tomiri turadi yer ostida. Albatta u o'z mevalarini beradi. Tu'ti ukulaha kullu hinin. Har vaqtda o'z nima qiladi? O'z yemishini beradi. Biz ham xuddi shunday bo'lishligimiz kerak. Ozgina ustimizga musibat kelib qolsa, birov kelib, "Hijobingni yeyish" desa, shar yechib yorsak, namoz o'qima desa, o'qimay qo'ysa, masjidga kirma desa, kirmay qo'ysa, biz qanaqa musulmon bo'ldik? Biz albatta la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan mo'min musulmonmiz. Albatta bunga tayyor bo'lishligimiz kerak. Har xil balo qazolar keladi. Keladi-da, chunki bu jannat oson, hamma bu dunyoda yaxshi chiroyli yashab, hamma yegani oldida, yemagani orqada to'ylar qilgan, shunday kelib jannatga kirib ketsa, bu kim xohlamaydi buni? Yo'q, la ilaha illalloh degan odam har xil balolarga uchraydi. Xuddi daraxt shamol, bo'ron, yer qimirlashligi shunga tur berganidek biz ham tur berishimiz kerak. Alloh taolo o'zi nasib qilsin tur berishlikni. Demak, muborak kalima. Demak, men bilan birga qaytaring. La ilaha illallohu
Muhammimda nima bor? Shadda bor, tashdid bor. Muhammadur Rasululloh. Bu d harfimiz, dal harfimiz ustida tanvin bor. Tanvin harfimizni ro harfiga kirgizib yuboramiz. O'tgan darsda o'rgandik-ku. Muhammadur Rasululloh. Alloh. Demak, la ilaha illalloh. Allohdan boshqa haq bilan sig'inadigan hech qanday iloh yo'q. Allohdan boshqa hech qanday iloh bir haq bilan sig'inmaydi. To'g'ri, ilohlar bor. Masalan, Allohdan boshqa iloh yo'q desak, ilohlar borki, odamlar daraxtlarga, suvlarga, buloqlarga sig'inib yotishibdi. Mana Hindistonda mollarga, sigirlar, har xil narsalarga sig'inib yotishibdi. Butlarga sig'inib yotishibdi. Qabrlarga borib sig'inib yotishibdi. Demak, o'zlariga iloh qilib olgan uni. Biz uni aytmoqchi emasmiz. Bu yerda Allohdan boshqa haq bilan la ma'buda bi haqqin illalloh. Allohdan boshqa haq bilan sig'inadigan iloh yo'q. Hammasi botil ular. Botil. Muhammad Allohning rasulidir. Muhammad alayhissalom Allohning rasuli. Alloh taolo u kishiga vahiy qildi. Vahiy qildi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi. Makka mushriklari hammasi butlarga ibodat qilar edi. Lekin o'zlari nima der edi ular? Biz Ibrohim alayhissalomning dinidamiz deyishardi. Bizning darslarimiz yosh, endi harf o'rganayotgan odamlarga ular biz Ibrohim alayhissalomning dinidamiz deyishardi. Lekin Ibrohim alayhissalom dinidan asar ham qolmagandi. Ba'zi bir narsalar haj qilishlik, sal asarlar qolgandi. Shu bilan bular faxrlanib yurishardi. Biz Ibrohim alayhissalom dinidamiz deb. Lekin ularning dini mutlaq yemirilib ketgandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi, "Ey la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deylar desa ular deyishmadi, chunki ular ma'nosini bilishardi. Lekin biz hozir deyapmiz, ma'nosini tushunmayapmiz. Ma'nosini tushunaylik, harakat qilaylik, tavhid, aqida masalalarini yaxshi o'qiylik, chunki bizda bu dinimiz Allohga shu bilan biz yo'liqamiz. Alloh bizni shu bilan ushlaydi. Sal bizga jinday bir musibat kelib qolsa, hamma yo'g'imizni yechib turib, islom ko'ylarini yechib turib, lekin ketib qolmaylik. Biz musulmon bo'lganmiz. Mana o'rislar kirishib bizni dinimizni yo'mirib tashlaymiz deb harakat qilishdi, lekin Allohga hamd bo'lsin, hozir bizni diyorlarimizda ko'p qorilar yo'q. Alhamdulillah, bizni diyorlarimizda mana musobaqalar bo'ldi. Qorilarni ko'ring. Shunday bo'lov, mana tu'ti ukulaha kullahin. Shunday bir odamni ko'zi quvonadi. Alhamdulillah. Qorakalarga biz shukr aytamiz, qorakalarga rahmat aytamiz. Shunday bo'lsa ham ular o'qitib qorilarda chiqaryapti. Bu alhamdulillah bu. Bular hech qachon inshaalloh bizni diyorlarimizda dinda ketkizisholmaydi. Harakat qilishadi, harakat qilishyapti. Lekin inshaalloh ketkizisholmaydi. Faqat biz tur bersak, farzandlarimizni shu bilan tarbiyalasak. Demak, kalima toyiba la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Keyingisi kalimatu shahadati. Kalimatu shahadati, shahodat kalimasi. Birgalikda aytamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Ana. Birgalashib o'qidik. Ashhadu an la ilaha illalloh. Allohdan boshqa haq bilan sig'inadigan iloh yo'q ekanligiga guvohlik beraman. Guvohlik beraman degani biz unga itoat qilaman degani. Alloh nimaga buyursa shuni qilaman degani. Nimadan qaytarsa shundan qaytaman degani. Namoz o'qiyman, roza tutaman, zakot beraman. Alloh menga hijob o'rashga buyurdi, hijob o'rayman. Alloh menga to'g'ri so'zlashlikka buyurdi, to'g'ri so'zlayman. Zino qilmaslikka buyurdi, zino qilmayman deb biz o'rganishimiz kerak. Demak, keyingisi va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Muhammad Alloh subhanahu va taoloning bandasi va rasuli ekanligiga guvohlik beraman. Alloh ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va rasuli ekanligiga guvohlik beraman. Bu degani nima degani? Bu degani Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sunnatlariga ergashaman degani. Rasululloh nimaga buyursa shuni qilaman. Qul in kuntum tuhibbunalloha.
Nima deyapti? Bizni imtihon qilyapti. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'raman desanglar, qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukumulloh. Rasululloh nima deydi? Menga ergashinglar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Biz Allohni yaxshi ko'ramizmi? Demak, Rasulullohga ergashishimiz kerak. Bizga bo'ldi, endi Qur'on yetadi, sunnatni olmaymiz deganlar hammasi dinni tushunmaydigan odamlar. Bularning yo'li islom yo'li emas. Demak, biz Rasulullohning sunnatini masxaralasak, musvayda masxaralasak, umuman biz yoki Rasulullohning so'zidan boshqa odamlar so'zini yuqori qo'ysak, bu hech qachon biz ashhadu anna Muhammadur Rasulullohga biz amal qilmayapmiz. Demak, keyingisi kalimatu tavhid, tavhid kalimasi birgalikda o'qiymiz, ha? Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khayru wa huwa ala kulli shay'in qodir. Demak, ma'nosi bilan qisqacha tanishamiz. Nima deyapti? Yolg'iz Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga guvohlik beraman. Ya'ni albatta haq bilan ibodat qilinadigan Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga guvohlik beraman. Uni sherigi yo'qdir. La sharika la. Allohning hech qanday sherigi yo'q. Dunyoni qutblar boshqaradi deganlar, ular adashgan odamlar. Alloh o'zi boshqaradi. Va man yudabbirul amr, yerni kim boshqaradi? Alloh boshqaradi. Allohda hech qanday tadbir, Alloh koinotni boshqarishlikda hech kim sherik bo'la olmaydi. La malakun muqarrab va la nabiyyun mursal. Hech qanday Allohning sherigi yo'q. Alloh yakka. Biz so'rasak, Allohni o'zidan so'raymiz. La sharika la. Lahul mulk. Chunki zotan payg'ambarlar yo'li shu. Mulk Allohnikidir. Faqat Allohgadir. Al-mulk, al kelyapti lamul istig'roqiyya deydi. Hamma mulk, koinot, yer, hamma narsa Allohniki. Alloh xohlasa bir kunda shuni olib qo'yadi. Shuni olib qo'yadi. Hech narsa qila olmaymiz. Lahul mulk va lahul hamd. Butun maqtov ham Allohniki. Yuhyi va yumit. Alloh tiriltiradi va o'ldiradi. Alloh bizni o'l deydi, o'lamiz. Tiril deydi, tirilamiz. Allohnikidir. Bu ma'nolarni qalbimizga joylashligimiz kerak. Qalbimizga. Shunda keyin biz mustahkam bir iymonga nima bo'lamiz? Ega bo'lamiz. Va huwa hayyul la yamut. Alloh taolo hech qachon o'lmaydigan tirik zotdir. Biyadihil khayru. Yaxshilikning hammasi Allohning qo'lida. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har narsaga qodirdir. Keyingisi mana kalimatu raddil kufr. Kufr kalimasini rad qilishlik kalimasi. Allohumma inni a'udhu bika. Billah o'qiymiz birgalikda, ha. Kitoblarga qaranglar. Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Ha. O'qinglar, o'qib albatta bizga buni nima qiladi? Iloji yodlanadi bu so'zlar. Allohumma degan ya Alloh degan. Ey Alloh, men o'zing bilan panoh so'rayman. Ya Alloh, o'zing bilan panoh so'rayman. Nimadan? Men bilib turgan holatimda biror bir narsani senga shirk keltirib qo'yishlikdan panoh so'rayman. Bilib turib senga bir narsani shirk keltirib qo'ymayin. Va bilmaydigan narsam uchun sendan istig'for so'rayman. Va astag'firuka lima la a'lam. Sen g'oyibni biluvchi zotsan. Innaka anta allamul g'uyub. G'oyibdagi hamma narsani bilasan. Demak, kalimatul istig'for kalimasi, ya'ni mag'firat so'rashlik kalimasi. Astag'firulloh. Birgalashib o'qiymiz. Astag'firulloh. Astag'firulloh ta'ala min kulli dhanbin aznabtuhu 'amdan aw khata'an sirran wa 'alaniyatan وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. Demak, astag'firulloh, Allohga mag'firat so'rayman, Allohdan mag'firat qilishligini so'rayman degan. Astag'firulloh ta'ala, Alloh taolodan
men qasddan yoki xatoan yoki sir yoki oshkora qilib qo'yadigan gunohlarimni hammasidan Allohdan afv so'rayman. Alloh meni kechirishligini so'rayman, deyapti. Degani bu. Va atubu ilayhi minaz-zambi allazi a'lam va minaz-zambi allazi la a'lam. Ya'ni bilib qiladigan gunohim yoki bilmasdan qilib qo'yadigan gunohlarimdan Allohga tavba qildim. Bilib bilmay qilgan gunohlarimdan Allohga tavba qildim. Innaka anta allamul g'uyub. Albatta sen g'oyibni biluvchi zotsan, deydi. Keyingisi kalimatu tamjid, tamjid kalimasi, ya'ni Allohni ulug'lashlik kalimasi. Birgalashib o'qiymiz. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbar. La hawla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب بما جاء به من عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Birgalikda o'qidik. Endi tarjimasi bilan qisqacha tanishamiz. Subhanalloh. Allohni poklayman. Allohga bola bor dedi. Allohni hech qanday farzandi yo'q. Alloh yakka-yu yagonadir. Allohni poklayman. Har nuqson, har ayb va nuqsondan Allohni poklayman. Valhamdulillah. Hamd Allohga xosdir. Hamd hammasi Allohnikidir. Va la ilaha illalloh vallohu akbar. Allohdan boshqa haq bilan sig'iniladigan iloh yo'q. Alloh eng buyuk zotdir. Alloh buyukdir hammasi. La havla, la havla. Biror bir harakat yo'q. Havl degan bir narsa mana harakat qilyapman. Harakat. Biror bir narsani bir narsaga ko'chirishlik. Biror bir harakatam, quvvatam harakat qilishlik uchun quvvat kerak. Quvvatam yo'q, illa Allohning yordami bilangina bor. La havla va la quvvata illa bi isti'ana. Allohning yordami bilan bor. Ya'ni hech qanday harakat va qudrat yo'q, Alloh yordam bersa bo'ladi. Alloh yordam bersa turaman, Alloh yordam bersa o'tiraman. Allohning yordami bilan davlatlar barpo bo'ladi. Bo'lmasam hech narsa bo'lmaydi. Hamma narsaga Allohning isti'onati kerak, yordami kerak. Bo'lmasam hech narsa bo'lmaydi. Davlatlarning go'zal bo'lishligi Allohning yordami bilan. Alloh yordam bersa hech narsa bo'lmaydi. Shuni biz aqida qalbimizga tiqishimiz kerak. Shuning uchun bu so'zni ko'p qaytarish kerak. La havla va la quwwata illa billah. La havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Buyuk oliy Allohdan, Alloh yordami bilangina bor. Masha Alloh, Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Kana, masha Allohu kana. Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Alloh xohladi, siz tug'ildingiz. Sizga farzand berildi. Agar Alloh xohlamaganda bo'lmas edi. Hamma narsa Allohga. Al-iymon bu nima degani? Til bilan iqror bo'lish. Til bilan iqror bo'lish va qalb bilan tasdiqlash. Til bilan aytish. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qalb bilan tasdiqlash va amal qilishlik ham iymon. Nimaga? Bima jaa bihi min indillahi Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohning elchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning huzuridan olib keladigan narsalarga qalb bilan tasdiqlash kerak. Til bilan iqror bo'lish kerak va amal bilan uni bajarish kerak. Iymon shu. Iymon shu. Agar bular yo'q bo'lsa iymon yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarda bu eskichada desak bu iymon emas. Iymon bo'lishligi uchun albatta mana shu narsalar lozim bo'ladi. Demak, keyingisi iymon mujmal. Mujmal iymon, iymonun mujmal. Amantu billahi, birgalashib o'qiymiz. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi va sifatihi va qabiltu jami'a ahkamihi. Bular yodlanadi. Allohga iymon keltirdim. Alloh taolo ism va sifatlari u qanday bo'lsa xuddi shunday iymon keltirdim. Mujmal iymon. Allohning o'zini Qur'on sunnatdagi ism sifatlari bor. Shu qanday bo'lsa xuddi shunday iymon keltirdim. Hukmlarini hammasini qabul qildim. Qanday hukm bersa qabul qildim shuni. Iymon mufassal. Mana oxiringisi iymon, endi mufassal iymon.
batafsil iymon keltirishlik. Amantu billahi birgalashib o'qiymiz. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'thi ba'dal maut. Allohga iymon keltirdim. Allohning yakka-yagonaligiga iymon keltirdim. Alloh hamma narsani yaratganligiga iymon keltirdim degan. Va farishtalarga iymon keltirdim. Allohning farishtalari bor. Ularga iymon keltirdim. Ya'ni ishondim degan. Allohning kitoblari bor. Mana Qur'on Allohning kitobi, eskicha kitob, unaqa kitob emas. Allohning kitobi bu. Biz o'qiyotgan, hozir o'qishni boshlaymiz degan kitob bu Allohning kitobi. Allohning kalomi. Va kutubihi va rusulihi, Allohning payg'ambarlariga iymon keltirdim. Shular ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari, Allohning rasuli. Biz u zotga iymon keltirdik. Va barcha payg'ambarga Musa, Isa, Zakariya, Yahya hammasiga iymon keltirdik biz. Val yawmil akhir, oxirat kuniga iymon keltirdik. Oxirat kuni bor. Hammamiz turgizilib hisob-kitob qilinamiz. Bunga biz iymon keltirdik. Val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Qadarning yaxshisi yomoni Allohdan deb iymon keltirdim. Bir qadar sizga boshingizga musibat tushib qoldi, Allohdan. Voydod deb turib bu ali bir yig'lab, u qolib hamma yoqda buzvorashga hech arzimaydigan narsa. Qadar Allohniki. Val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Val ba'thi ba'dal maut. O'limdan keyin qayta tirilishlik borligiga iymon keltirdim. Demak, biz mana shu kalimalarga hammasiga iymon keltirdik. Albatta buni yodlashimiz kerak. Yodlang. Buni bittalab o'qib turib bizga yuborsangiz ham mayli, inshaalloh. Demak, darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Cho'zilib ketdi, lekin inshaalloh manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Inshaalloh qisqacha ma'nolari bilan tanishdik. Yana ham siz ma'nolarini kitoblar o'qib, o'zimizda o'zbekcha kitoblar bor, bularni o'qib turib o'z mutolaaingizni oshirishingizni tavsiya qilaman. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.